Bizani xalqqa skidka bo'lmasa, ayniqsa 50%. Ужасный darajada tasavvur qilib bo'lmas darajada odam ko'p edi. Bolalar onasini qidirib yig'lagan, onalar bolalarini topolmay, xullas ужасный darajada yog'ni ham bir zumda cho'chqaxonaga aylantirib tashlashdi. Masalan, men bolalarim kattaroqda kirgizib yuboraman, spokойно o'tiraman, lekin kirgizishdan oldin men обязательно ko'rsataman bolalarga. Men mana shu joyda bo'laman, nima kerak bo'lsa shu joyga kelinglar, boshqa joyga ketib qolmanglar, men ham ketib qolmayman, mana shu joyga kelinglar deb o'rgatib, ko'rsatib o'tirgan joyimni kirgizib yuboraman. Bo'ldi, spokойно o'tiraveraman, chunki bolalarim katta. Yonimga kelib turishadi. Ay, shunaqa onalar bor, bu qanaqa ona bilmayman. Kichkina bolalarni ham qo'yib yuborib, qanaqa kichkina bolani qo'yib yuborib, bee'tibor yurish mumkin-da. Shunaqangi darajada odam ko'p, shunaqangi darajada zo'rg'a o'tirdim, hushimdan ketib qolay deb boshlarim aylanib, bolalar yig'lagan, kichkina bolalar, oyimni topib bering deb yig'lagan. Ko'pincha bolalar qidirganda, qanaqa qilib oyijonlar shuni qo'yib yuborib, spokойно yuvib ketasizlar. Tavba qildim. Bechora bolalarning yig'lashini ko'rib, вообще hayron qolib ketaman-da. Men aytmoqchi bo'lganim yana bolalarning tarbiyasiga oyijonlar вообще ko'plar e'tibor bermaydi-da. Bolalarning tarbiyasini ko'rib hayron qolaman-da. U bolalarda ayb yo'q, u yosh bolalar aqli yetmaydi ko'p narsa hali. Ularda ayb yo'q, ayb onasida. Otasi ham emas, endi otasi ertadan kechgacha pul topishga ko'chada bo'ladi. Oyijonlar bilmadim qanaqa tarbiya berishgan. Shunaqangi bolalar betarbiya, shunaqangi tarbiya qiliqlarini ularni ужас, yonimda kiyimlarni, bolalarning kiyimlarini akkuratni taxlab olib o'tirib, shuni o'zida ustidan bosib, oysiga gapirib, oysa, "Hey, birovning ustini kiyimini bosib olsan, tush" demaydi deydi. Tavba qildim. Voy, u ham mayli. Yonimda narsalarimni qarab turib, qarab telefonimda ham ishim qoldi-da, o'sha jarayonning o'zida korobkaga solingan Evasdan narsa oluvdik-da, saboy. O'sha korobkani ichi bo'sh edi, o'shanga qo'rch ochib qo'ydi korobkalik kichkina qizimniki. O'shani solib qo'ydim-da. Yonimda o'tirib qachon kichkina bolacha qilmagan uni. U ocha olmaydi korobkani-da. Ochib olib ketgan. Yonimdagi korobkadagi qo'rchon qachon olib ketgan bilmayman, o'g'irlab. O'rgatsa bo'ladi-yu, bunda farzandingizga o'rgatinglar, oyijonlar, birovning narsasini olish mumkin emas, aslo mumkin emas. Kerak bo'lsa yerdan topib olsang ham mumkin emas, balki egasi qidirib yurgandir, qidirib qaytar. debdi oyijonlarni berayotgan tarbiyasiga bolalarni ko'rib xafa bo'lib ketasiz. Bolalarda ayb yo'q ul bechoralarda. Keyin yana qo'llariga bananlar berib qo'yishgan. Olamonni ichiga banan berib qo'yishganda, qo'yib yuborishgan. U bolalar прекрасно bilishadi-da, bananni po'chog'ini yechgandan keyin tarbiya berilgani qatgadir kelib tashlaydi, yo oyisini qo'liga beradi yoki xolagan joyga otib yuboradi. Bu olamonni ichiga banan ham berib kirgizib yuborasizlarmi oyijonlar? Kelyapti-da bitta bola. Kelib bananini bunday ochdi-da, meni paketim ustiga tashlab ketyapti-da. Ketib bordi. Endi mayli, yosh bola dedim-da, olib chekka qo'yib qo'ydim. Bir pastirib ikkinchi boshqa bola kelyapti-da. U ham bananini archdi-da, paketim ichiga tashlab yubordi. Men aytdim, bolam, bu musor emas, ol dedim. Keyin oldi-da, qaq qo'yish bilmayapti-da. Oyisi bananni po'chog'ini olib, qo'liga olib bersa bo'ladi yoki вообще olamon ichida emas, tashqariga chiqqanda beriladigan narsa shekil. Voy, unda o'tirib, ayollarni befarosatligiga, xullas, gapirsa gap ko'p. Uni o'zingizlar ko'rishinglar kerak edi. Bizda onalarni befarosatligini, bolalarga berilmagan tarbiyani mana shunaqa olamon joylarda yaqqol tomosha qilib o'tirsangiz bo'ladi. Siz onalarni bergan tarbiyasi butun jamiyatni boshqaradi-da, buni oyijonlar bilmaydi. Bitta bolani berilgan tarbiyasi butun jamiyatga ta'sir qilishi mumkin. Ужас. Men keyingi istoriyada ko'ringlar, qanaqa ahvolga solib qo'yishdi. U развлекательный sentr bugun ochilgan joyi, qaysi ahvolga solib qo'yishgan bitta ko'ringlar keyingi istoriyada.